qizlar, men hozir hammani hayotida uchraydigan, hech kimga yoqmaydigan qizlarning turi haqida ba'zi birlarini aytib o'taman. Kamchiligi bo'lsa, kommentariyada to'ldirib ketasizlar. O'zi rasa bo'lsa 47-48 kilo chiqadi. Voy, ozg'ingina ekansiz, siz. Yo'risa oxirgi paytlar semiryapman. Nima qilsam ekan, ozish uchun? Qang etib quloqni tayib bersang, mana deb. Yana bitta turi bor. Labini qilib oladi, 05 gel quydirib olgan. Va labingiz chiroyli qilgan ekan, kosmetologingiz nomerini berdi. Yo, uzunmi-ki bu? Voy. Uzunmi-ki bu? Shu tug'ilganmanmi? Tug'ilganda oyda olib tug'ilgan deydi-yu. Ularni ham quloqni tagiga tars etib beraversang. Keyin yana bir turlari borki. Instagramda podpischkin 10 mingta, 20 mingta ekan. Normal ekan, podpischkiz kivga qo'shing. Yo, bilmayman. O'zidan o'zi bitta-ikkita post qo'ygan odam ko'payib qolgan deydi-yu. Sizlar ham shu odamni so'raganda, yo'q, o'zidan o'zi ko'payib qolgan deyish xohlasanglar, 3000 garant bilan женский auditoriya gift konkursimga tez orada start. Ham kommentariyada fikringlarni qoldiringlar. Здравствуйте. Ham Instagram reklama akkauntimga bog'lanib, joyinglarni band qilinglar. Sizlar ham keyin so'raganda aytaverasiz, o'zim lичный to'plaganman deb.